huzuridagi qo'llab-quvvatlash fondi Oliy Majlis huzuridagi Surxondaryo bo'linmasi tomonidan e'lon qilingan grant tanloviga Surxondaryo viloyati yoshlari va ayollarning kasbga yo'naltirish markazi tomonidan e'lon qilingan grantga 35-umumta'lim maktabining sport zalini ta'mirlash bo'yicha grant loyihasi sohibi bo'ldik. Bu sohibda sohib bo'lgandan keyin mana maktabimizda 30 yildan beri sport zali ta'mirlash talab edi. O'sha loyihani bitib olgandan keyin hozirgi kunda o'sha rahmat aytamizki, O'tkir qurilish xususiy korxonasiga bizni orzumuzdagidek ta'mirlab berdi. Hozirgi maktabimiz yoshlari va mahallamiz yoshlari xursand bo'lyapti va bundan hozirgi kunda hammasi foydalanib, chiroyli qilib, zamon talabiga mos qilib, nima qildi? Ta'mirlab berdi. Nasib bo'lsa bunday loyihalarni shu Oliy Majlis huzuridagi qo'llab-quvvatlash fondi tez tashkil qilsin. Bizga o'xshagan maktablar bundan foydalanib, grant g'olibi bo'laylik va yoshlarimiz doim xursand bo'lib, mamnun bo'lsin. Sizlarga ham rahmat opa, shu yerda shu bo'linmaning vakili sifatida qatnashib, shu o'zlaringiz bosh bo'lib turlaringiz. O'sha har bitta bo'layotgan jarayonda boshidan oxirigacha nazoratda olib bordilaringiz va sizlarga ham va yuqoridagi tashkilotlarga ham rahmat aytamiz. Va bir maktabimiz nomidan, mahalla yoshlari tomonidan va maktab o'quvchilari tomonidan barcha o'sha rahbarlarga va sizga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat. Assalomu alaykum sizga ham. Mana bugun biz maktabimizning sport zalida turibmiz. Avvalambor mana shu maktabimizning shu darajada yetishiga Surxondaryo viloyati Oliy Majlis huzuridagi qo'llab-quvvatlash jamoat fondining Surxondaryo bo'linmasi yoshlar va ayollarni kasbga yo'naltirish markazi tomonidan 58 million grant loyihasi bilan Muhabbat opamiz bu loyihada qatnashganlar hamda bu loyihada yutib chiqqanlar. Va o'sha yutib chiqqan xabarlar bilan boshqarma boshlig'imiz Zokirjon O'tayevga kelib, maktabimiz ahvollarini birgalikda ko'rib, qarorga kelindiki, bizning maktabimiz farzandlarimiz, o'quvchilarimiz uchun mana shunaqa chiroyli sharoitlar yaratib bersak-chi degan taklif bilan olib keldilar. Boshida biz video qilganimizda maktabdagi ahvolni, zalimizni ahvolini ko'rgan edilar va mana hozirgi kecha kunduzda bu qurilish ishlari O'tkir qurilish xususiy korxonasi tomonidan ado etildi. Mana ko'rib turibsizlar maktabdagi sport zalimizda qay darajada yetganini. Eng yaxshisi maktabimiz Jasorat maktabiga aylantirilib 5-sinf ochilgan bo'lsa, mana shu bolalarimiz, ular qatorida o'zimizning sinf bolalarimiz mana shunaqa chiroyli ranglar bilan bezatilgan sport zalda shug'ullanmoqdalar. Eng asosiysi haligi Jasorat sinfiga qabul qilgan bolalar harbiy yo'nalishda ekan, albatta bu yigitlarni mardonavor, vatanparvar ruhida tarbiyalanishda mana shunaqa muhitni yaratib bergan Surxondaryo viloyati Oliy Majlis huzuridagi qo'llab-quvvatlash jamoat fondiga va ayollar va yoshlarni kasbga yo'naltirish jamoatining boshlig'i Jumayev Nuriddin akalarga biz rahmat aytamiz. Shu bilan birgalikda o'zimizning elchi bo'lib kelgan mahalladoshimiz opamiz Muhabbat opaga ham shu keksalik yoshlariga qaramay 35-maktabning farzandlari uchun bo'lajak marklar maktabi uchun tayyorlayotgan kadrlarimiz uchun, vatanparvar ruhida tarbiyalayotgan kadrlarimiz uchun joy qo'ydirgan ekanlar. Albatta biz ma'muriyat, maktab ma'muriyati tomonidan, jamoat tomonidan, ota-onalarimiz tomonidan katta minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga katta rahmat. Istaymizki, yanada qolgan kamchiliklarni ham sizning yordamingizda, Nuriddin Jumayev yordamida yanada yordam berasiz degan umiddamiz. Assalomu alaykum. Mana shu yerga tashrif buyurgan o'quvchilar, mana jamoat fondidan kelgan opalar, Muhabbat opa kelgan ekanlar. Mana bugun mana shu sport zalimizda hozir ahvolni ko'rib turganim juda ham xursandman. Mana men o'zim jismoniy tarbiya shu maktabda 35-maktabda jismoniy tarbiya o'qituvchisi bo'lib ishlayman.
shu maktabda hozir o'zim shu maktabda o'qib bitirganman. O'sha davrda bizni maktabimiz juda ham ta'mirtalab ahvolda edi. Hozirgi holatida juda ham bolalar xursand, mazza qilib o'ynashyapti. Har kun to'garaklarda faol qatnashishadi, sport zalda juda ham aktiv holatda o'ynashyapti bolalar. Men rahmat aytaman shu bizda jamoat fondi mana shu tashrif buyurganlarga shu mablag' ajratib, shu bizni shuncha sport zalimizni shu darajaga yetishiga sababchi bo'lgan insonlarga kattakon